Assalomu alaykum azizlar. Mana yana bir xizmatimizda oziq-ovqat yetkazmoqdamiz. Bu xizmatimizda ikkita dorixonalari va ko'cha shapka va ichkari shapkalarni qilib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bir dorixonasi kosmoslar o'rnatib juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, yana bir dorixonasiga oynali ramkalarimizdan qo'yib juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, mana ko'rishingiz mumkin, ichkari shapkalar ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilmoqda. Ichkari shapkalarimizda qoshga 90 gradusli fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va ustma-ust qatilishi ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, aytgancha biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Mana juda ham go'zal holatda qilib ko'cha shapkalarini ham bitirib bermoqdamiz. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.